Biz endi Rasululloh bilan birgalikda jannatda bo'lishligimizni, qo'shni bo'lishligimizni xohlasak, nimalarga e'tibor berishligimiz kerak degan savollarda endi olimlar birin-ketin keltiradilar. Nimalarga e'tibor berishligimizni. Birinchisi aytadilarki, Alloh va uning rasuliga itoat qilish. O'zi jannatga kim kiradi desa, Allohga, kimga, yana kim? Va Rasulullohga itoat qilganlar. Rasulullohning yo'llaridan yurganlar, o'zini haromdan tiygan, halolga itoat qilgan, Allohning amriga itoat qilganlar, shular aslida jannatiylardan bo'ladi, jannatga kiradi. Alloh azza va jalla Qur'oni azimush sha'nda bu borada Niso surasida aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Kimki deydilar, kimki Allohga va rasuliga itoat etsa, ana o'shalar Alloh o'zlariga in'om bergan payg'ambarlar, siddiqlar, shuhadolar, ya'ni shahidlar va solihlar bilan birga bo'lurlar. Ular eng yaxshi hamrohlardir deydi.